munosabatga boshlanadi. Ba'zilar texnologiyalar tabiatni asraydi desa, boshqalar u tabiatga zarar keltiradi deydi. Keling, fikrlar bilan tanishsak. Sizni fikringizcha texnologiyalar tabiatga qanday ta'sir ko'rsatyapti? Bugungi kunda texnologiyalar insoniyatni ajralmas qismiga aylanib boryapti. Masalan, kompyuterlar, telefonlar, internet insoniyatni hayotini yengillashtiryapti. Quyosh panellari va elektr energiyasi katta miqdorda elektr energiya ishlab chiqarmoqda va bular havoni ifloslantirmaydi. Rahmat, o'z fikringiz uchun. Texnologiyalarning zararli tomonlari haqida o'z fikringizni bildirsangiz. Menimcha, ekologiyani zarar berayotgan narsalar, avtomobillardan chiqayotgan gazlar va har xil zavodlardagi zaharli tutunlar ob-havoni zararlaydi va mobil aloqa telefonlari, ya'ni eski telefonlar va ularning batareykalari tuproq va suvni zaharlaydi va biz buni oldini olishimiz kerak. Rahmat. Odamlar o'z manfaati uchun tabiatni qurbon qilyaptimi? Ha, albatta. Hozirgi kunda tabiatga eng katta zarar insonlar tomonidan yetkazilmoqda. Odamlar o'z ehtiyojlari uchun daraxtlarni kesishmoqda. Bu esa o'rmonlarni yo'qotib borishiga olib kelmoqda. Rahmat, ajoyib fikr bo'ldi. Biz tabiatni asrab qolishimiz uchun qanday ishlar qilishimiz kerak? Avvalo plastik chiqindilarni kamaytirishimiz kerak, o'rmonlarni kengaytirishimiz kerak, suvdan oqilona foydalanishimiz kerak va hayvonlarga kattakon e'tibor berishimiz kerak. Ularni yo'qolib borayotgan turlarni asrashimiz kerak va ularga juda ham ko'p e'tibor berishimiz kerak. Bildirilgan fikrlar uchun hammangizga katta rahmat. Xulosa qilib aytganda, tabiatni asrash o'z qo'limizda. Now we're running in the shadow of the sun. Seasons are no one's been before.